Tez orada Munis ayol va qizlarimizning 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami. Bu bayram munosabati bilan barcha ayollarni muborakbod etamiz. Ona bu himoyalovchi, daldov va bizni qo'llab-quvvatlovchi, doimo yonimizda turguvchi zotdir. Bu muqaddas mo'jizani qadriga yetib, faqatgina bayramlardagina emas, balki har kuni ardoqlasak arziydi. Assalomu alaykum hurmatli maktabimiz ayollari. Barchangizni mana shu 8-mart xotin-qizlar kunida tabriklayman. Hamisha yaxshi kunlar, qo'l-tomoshalar bo'lsin. Oilaingizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Assalomu alaykum hammaga barchaga. Xotin-qizlar bayrami bilan 8-kelayotgan mart bilan tabriklayman. Hamisha kulib baxtli bo'lib yuringlar. Hurmatli ayollar, opalar, singillar, onalar, sizlarni mana shu xalqaro ayollar kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, sog'lik salomatlik tilayman. Dunyo turguncha turinglar. Ayol borki olam munavvarlikda, ayollar bor ekan, biz erkaklar hayot ekanmiz. Shuning uchun har yil mana shu doimdan mana shu bayramga yetkazishni so'rab qolaman. Congratulations to all our young ladies, young teachers, young students. And I would like to give special appreciation to English staff. They are doing a great job. Keep shining, keep working hard. You're doing a great job, everyone. Thank you. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz ayollar. Kelayotgan xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan barchangizni o'z oilam nomidan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Jamoamizda hamisha birdamlikda, ahillikda bir-birimizga hamisha omadli, yaxshi jamoa bo'lib yurishimizda Alloh nasib qilsin. Hurmatli ayollar, opa-singillar, onajonlar, bayramlarni har galgidek xursandchilikda, xush kayfiyatda o'tkazish hammangizga nasib qilaversin. Barchangizga yana bir bor bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli jamoamiz ayollari. Sizlarni kirib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan jamoamiz erkaklar nomidan chin ko'nglimizdan tabriklaymiz. Hamisha xonadoningizda to'y ko'p bo'lsin, sizga kulib turish yarashadi. Martabalar bundan ham ulug' bo'lsin, oilangiz baxtiga hamisha sog' bo'ling. Kirib kelayotgan bayram bilan chin ko'nglimizdan tabriklaymiz. Assalomu alaykum. 192-maktabimiz ayollari, sizlarni kelayotgan ayollar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarni hech qachon ayollik latofati hech qachon tark etmasin. Doimo xush kayfiyat, sog' va salomat bo'linglar.